Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bizni yangi ochilgan qo'yxonamizni o'zimiz kanalimizga hali beri qo'yganimiz yo'q edi. Sizlarga birinchi syomkamiz akalar sotilgan jarayonidan ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Yangi quramiz. Mana shu yo'lda betiga chiqib olganmiz. Eski obunachilar bo'lsa ko'rib turib, ekranda nomer telefon qilib bemalol kelaverasizlar. Bu yoqdan kelish akalar Andijondan, Qo'qondan kelish bo'ladi. Bu tomondan kelish akalar Andijondan kelish bo'ladi. Toshkentdan keladiganlarga ham akalar katta trassani bo'yida akalar eng katta qo'yxona qaysi Elbek qo'yxonasidan ko'rsatib berishadi akalar. Xudo xolasa mana mana shu qo'ylarimiz baraka bo'ldi. Buxoroga baraka bo'ldi. Bulardan tashqari Samarqandga ham 20 dona qo'yimiz baraka bo'lgandan keyin ashlarda hozir narx-navosini sotilgan jarayonni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir mana bu mashinamizga mana o'zimizning mashinaga yuklab dastlabkasini uylarigacha yetkazib olib berishga baraka bo'ldi. Xo'p, bitta 20 dona ham bu ikkita obunachimizga ketdi, to'g'rimi? Ikkita obunachiga berdi, Elbek Samarqandlik akamizga, Buxorolik. Bu Buxoroga ketdi. Bu Buxoroga ketdi, to'g'rimi? 20 ta soni 7,5 milliondan bo'ldi. 7.500.000 so'mdan Buxoroga. 7.500.000 Buxoroga dastavkasi bilan olib borib beryapmiz, yetkazib beryapmiz. Buxorogacha bepul dastlab. Ha, Buxorogacha bepul. Xorazmga ham bepul, 20 ta, 30 ta, 50 ta olishsa, Xorazm, Qoraqalpoqqa ham bepul. Xo'p, Samarqandlik obunachimizga qaysilar yuklaymiz? Samarqandlik obunachimizga uyda, fermada. Ha, nariyoqdan yuklaymiz. Do'ganimiz bilan tanishtirib qo'ydingizmi? Sizni kanalingizga endi qo'yapmiz. Do'ganni mana xudo kelaverasizlar. Ko'chib oldik bu tomonga. 300 tadan ortiq qo'y bor endi. Postoyanniy kelishaveradi. Assortimentlar bor. Mana akalar. Qo'chqor deganga qo'chqor, soliq deganga soliq. Bular ham baraka bo'pti. Bular ham baraka bo'pti akalar. Mana Toshkentga ketyapti deyishyapti. Bular 5 tasi Toshkentlik akalarimizga baraka debdi. Mana bu ham akalar qo'chqor, so'raganga qo'chqor, mana soliqlar o'ta velikanlaridan bor. Ekranga nomer qoldiramiz, qilaverasiz. 90 plus belaridan bor. Narxini kommentariyaga yozib o'tib ketasizlar akalar. 7.500.000 so'mdan arashan soliqlarimiz birinchisi, ikkinchisiga bo'g'oz qo'ylarimiz akalar mana ketyapti. Oq bulutlarga qiziqqanlarga oq bulutlardan. Oqlar ham bor naryoqda. Mana akalar. Videoda o'tkazmay ko'rib turibsa, hozir uydagi sotilganlarni ham ko'rsatamiz. Yuklash jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Mana endi arashanlardan mana yerda 40 ta bor endi. Soni 40 ta. Bitta gruppa bu. Oq bulutlar bitta endi. Oqqa qiziqqanlarga oqlar ham sotilar ekan, telefon qilaverasizlar. Soni 11 dona, to'g'rimi? 11 dona bitta qo'yani qo'yildi. Qiziqqanlar telefon qilaveradi. Narxi atrofdan arzon bo'lsa olishadi, qimmat bo'lsa olishmaydi. Narxi yo'lida. Narxi yo'lida. Oq ishqibozlar, oqlar ham noyoblari. Qaranglar. Mana afishalar ko'rsatib qo'yildi. Mana aka. Mana yo'lda betiga qo'yib qo'yilgan mana. Bu tomondan Toshkent tomon, Toshkent, Qo'qon tarafdan kelish bu tomon keldi. Bu tomondan kelishda o'ng qo'llarida, chap qo'llarida keladi. Andijon, Quva, Asakadan kelishda o'ng qo'llarida keladi. Endi kelishaveradi yo'lni betida. Devo tekstilga 500 metr mana shu yerdan. Devo tekstil sita boriga, to'g'rimi? 500 metr yo'lni betida udobniy joyda. Kelishadi, ko'rishadi, yoqsa olishadi. Xudo xolasa hamma joyda. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar mana. Ikkita nomer. Bemalol telefon qilib aloqangizga kelaverasizlar. Yuklayapti hozir. Like-ni bosinglar, bo'lmasa videolarni ham ko'ramiz akalar. Hozir bular yuklab bo'laman. So'rovlarda yana bitta mana garbonoslariga hamma yo'q rahmat. Bittadan like-ni bosib bersa obunachilar. Ketdik. Yuklayapmizmi bo'lmasa? Yuklayapmiz endi. Mana ishimizda Elbek xudo xolasa nuqson, ayb topilmaydi. Tashalgan qo'yni olib borib beramiz. Yetkazib Elbek o'zini partiyasidan. Mashina balonni ko'rsatdingda. Mana shu top-toza singari ishimiz ham top-toza bo'ladi. Xudo xolasa xursand bo'lishadi. Behijolat telefon qilishaversin Elbek. Yashasın. Mana keling. Gap yo'q, bunaqasi bo'lmagan mana. Ko'ryapsizlar mana video qilib tashlab berishadi, 10 ta, 20 ta oladiganlarga o'sha qo'y uylarga yetib boradi. Videoda ko'rgan narsalarga yetib boradi. Obunachilar mana Samarqandlik obunachimizga bergan qo'ylarimiz mana endi yuklanyapti uyga kelib. Mana uyga ham kelaverasizlar. Uyda ham assortiment to'la akalar qo'ylar. Do'konda ham to'la, yo'lda betida akalar, uyda ham to'la kelaverasizlar. Qanaqa qo'ysalar. Hisori soliq deganga hisori soliqlar ham bor Elbek. Mana akalar. Dalada yurgan boqma qo'chqorlarimiz ham bor. 70 ta turibdi diyor. Nima Elbek? Bitta partiya. Mana bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar. Qo'chqor. Daladan kelib olsa yemni gadosi bo'lib turibdi. Yem bersiz yemaydi. 2 oy boqilsa tayyor bo'ladigan qo'ylar. Mana kelaverasizlar. Katta qo'chqorlar ham. Katta qo'chqor degan katta qo'chqorlar. Bular Elbek keyingi 20 taligi
Bu keyingi 20 talik bu Samarqandga. 6,5 milliondan berdik bular. 6,5 million, ha? 6,5 milliondan dastavkasi bilan yetkazib olib borib beryapmiz. Gap akalar 6,5 million so'mdan bular Samarqandlik obunachimizga dastavkasi ichida yetkazib olib beramiz. Kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, ekranda nomer telefon orqali aloqa qilib kelaverasizlar. Like'ni bosib turinglar, yuklaymiz akalar.